Mustaqilligimizning 35 yilligi oldidan yurtimiz bo'ylab ko'plab yangi obyektlar foydalanishga topshirilmoqda. Bu esa bayram oldi xalqimiz uchun munosib tuhfa bo'lmoqda. Mavzuni muxbirimiz Samarqanddan davom ettiradi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi arafasida yangi obyektlar ta'lim muassasalarining o'quvchi va o'qituvchilar ixtiyoriga topshirilishi maktablar jamoasi, mahalladoshlar uchun haqiqiy bayram sovg'asi bo'lmoqda. Tumanning Nisbot mahallasida joylashgan 82-sonli umumta'lim maktabida qo'shimcha 180 o'rinli yangi o'quv binosi qurib berildi. Loyiha qiymati 1 milliard 49 million so'm bo'lib, tashabbusli byudjet dasturi doirasida bunyod etildi. Yangi ma'rifat dargohining foydalanishga topshirilish marosimi so'z olganlar ham yosh avlod vakillarining ilm olishi uchun yaratilayotgan sharoitlarni e'tirof etib, iqtidorli o'quvchilar sonini ko'paytirishga xizmat qilishini ta'kidlashdi. Urgut tumanimizda 42 tadan ortiq umumta'lim maktablarimizda, 21 ta davlat maktab ta'lim tashkilotlarimizda qurilish, ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, yangi o'quv yiliga topshirilmoqda. Bu Urgut xalqi uchun mustaqilligimiz 35 yilligi arafasida munosib tuhfa deb bilamiz. Ana shunday ezgu tashabbuslardan biri Urgut tuman Inson ijtimoiy xizmatlar markazi hududida yangi qadam adaptiv sport majmuasining foydalanishga topshirilishi bo'ldi. Bog'shamol mahallasida ish boshlagan mazkur majmuada sport bilan shug'ullanish, sog'lomlashish va yangi maqsadlar sari intilish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Yangi majmuaning ochilishida so'z olganlar yurtimizda inson qadri uchun tamoyili asosida amalga oshirilayotgan islohotlar, ayniqsa imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun yaratilayotgan sharoitlar haqida to'xtaldilar.